Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim. Shu yigitni topishning maqsadi. Ana shuni eslab yurganda otlarda o'liklarning ostida bir yigit turardi. Ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlaridan qon oqqan, loy bo'lib turpoqlar betiga solgan holatda yotardi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ylagimdan artsam, "Amaki, ko'ylagingizdan artmang, o'zimni ko'ylagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi" dedi. Ustunda turibdi, ruhimni chiqishligini kutyapti. "Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib kutib turibman sizni" deyapti. Shunda hali bolaning yuzidagi qonni artib turib aytadi: "Ey bolam" deydi. "Qiyomat qoyim bo'lganda shafaatingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Seni men yetalab keldim shu yerga."